Diqqat qiling, tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 25-martdan 27-mart kunlarigacha kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Hafta davomida O'zbekistonning qaysi hududlarida yana yomg'ir yog'ishi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishi uchun videolar ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa siz azizlarga har doimgidek eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Diqqat qiling, bugun kunduzi va ish haftasining oxirigacha O'zbekiston hududining katta qismida quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqatgina 26-mart va 27-martga o'tar kechasi Buxoro, Navoiy viloyatlarida, shuningdek respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroqlar bo'lishi mumkin. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanadi. Havo harorati asosan kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning shimolida va cho'l hududlarining ayrim joylarida 30-32 daraja issiqqacha ko'tariladi. Ushbu kunlarda shamolning tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 24-martdan 26-mart kunlarigacha 23-26 daraja iliq, 27-mart kuni esa 27-29 daraja iliq bo'ladi. Harorat asosan kechalari 10-15 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.